Kecha Raskazovkada tursam, Elit bilan Vnukovadan zakaz beruvdi. Hozir Primark bilan zakaz olib keluvdik. Zakaz zavershit qilmasimdan turib, yana Elit bilan zakaz beryapti. Elit tegilasi keyin nimaga kelsalar ham bo'lar ekan shekilli. Vnukovaga. Vnukovada Elitga zakaz sпрос bo'lyapti ekan, mashina yo'q ekan lekin. Ko'ramiz. Bu zakazimiz qaror yaqinlaydi. 20 minutdan keyin olib kelib qo'ydik. 22 ming bo'ldi. 5 koeffitsient. Hozir ham 5 koeffitsient Elit bilan berdi. Ko'ramiz, qanaqa ko'ramiz ekan. 1 soat deganda почти что Krasnogorsk tomonlarga kelib qoldik. Kim biladi bu yerda? Va 1 soat deganda nech pul bo'ldi? Itok 7,5 ming bo'ldi. Doxolini 100 ming. 7,5 ming bo'ldi. Ular shunaqa. Yomon emas. Ikkita zakaz bilan aeroport shunisi yaxshida. Ikkita zakaz bilan arendadan chiqdi. Endi dальше işte davom etamiz. O'zimizga ishlaymiz. Bugun pogoda yaxshi, bir sel yog'ib bordi. Va kunlar ochilib ketdi.